Jahon savdo tashkiloti mavzusiga oid suhbat olib boramiz. Shu davrdan boshlab mingdan ortiq qonunchilik hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilganligini ko'rishimiz mumkin. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi. Yetakchi kadrlarni yetishtirish ham juda ham muhim bu sohada. Mana shu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Oldindan ma'lumotlar berish. Ularni o'sha juda ham qiyin tuzilganligi, Xalqaro savdoga juda ham katta ta'sir qilmaydi. Biz yopiq qolib ketishimiz kerak emas. 136 taga yaqin turdagi subsidiya mavjud. Eng ko'p yutgan davlat kim desa, Rivojlanishiga qanaqa ta'sir o'tkazadi? sizda qonunchilikda boshqacharoq rivojlantirish kerak. Ular juda ham bundan manfaatdor. Chunki biz hozir bilmaymiz. Assalomu alaykum. Progressiv islohotlar markazida bugun Jahon savdo tashkiloti mavzusiga oid suhbat olib boramiz. Studiyamiz mehmonlari Shukrullo Kemominov, Bojxona qo'mitasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari hamda Jahon savdo tashkiloti muzokaralar guruhi a'zosi Umid aka Yakub Xodjayev, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati. Keling, bugungi suhbatimizni Jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayoni qanday o'tayotgani haqida qisqacha ma'lumot bilan boshlasak. Shukrullo aka, siz Jahon savdo tashkilotiga a'zolik muzokaralari guruhi a'zosi sifatida bugungi kunda muzokaralar natijasi va muzokaralar jarayoni qaysi bosqichda ekanligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Haqiqatan to'g'ri aytib o'tdingiz. So'nggi 9-yig'ilish o'tgan yil shu 24-yil dekabr oyida bo'lib o'tdi. Asosiy yutuqlardan bittasi mazkur muzokaralar davomida ikki tomonlama muzokaralar va ko'p tomonlama muzokaralardan iborat Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishda davlatlar o'rtasida olib boriladi. Ko'p tomonlama muzokaralar bu bir yilda yoki bir yoki ikki marotaba yig'ilishlar bo'lib o'tadi. Unda ko'p tomonlama muzokaralarda barcha davlatlar bitta xonada, ya'ni katta bitta zalda o'tirib, ya'ni ular davlatning tashqi savdo, ichki tartib qoidalari, investitsiya qoidalari, ya'ni shu qishloq xo'jaligi misol uchun barcha o'zlariga xayolida, ya'ni tashqi savdo bilan eksporting bilan bog'liq jarayonlar to'g'risida savol-javob tarzida o'tkaziladigan ishchi guruh yig'ilishdan iborat. Ikki tomonlama muzokaralar bo'lsa, bu har bitta davlatdan alohida, ya'ni shu bozorlarga kirish va tariflar yo'nalishida olib boriladigan muzokaralardan iborat. Bunda biz bugungi kunda 23 ta davlat bilan yakunladik. So'nggi muvaffaqiyatli yakunlangan muzokaralardan bittasi bu AQSh bilan bo'lgan kelishuvga erishilgani, ya'ni shu AQSh bilan ikki tomonlama muzokaralar yakunlanganligi to'g'risida kelishildi va imzolandi. Ikki tomonlama AQShda bo'lib o'tdi o'tgan yili. Eng katta yutug'imiz shu. Bugungi kunda yana oldimizda 10 ga yaqin davlat turibdi, ya'ni ikki tomonlama muzokaralarni yakunlash bo'yicha deyarli ko'pchiligi bilan ham ko'p muzokaralar yakuniga yetib bo'lgan, ya'ni yakuniy, ya'ni final bosqichda turibdi imzolash jarayonlari. Eng asosiysi bugungi kunda yana Yevropa ittifoqi bilan qolgan xizmatlar sohasida biz ikki tomonlama muzokaralarni yakunladik Yevropa ittifoqi bilan. Endi esa tariflar bilan bog'liq muzokaralar yakunlashimiz kerak. Juda ham qiziq ma'lumot deb o'ylayman, chunki muzokaralar haqida ko'pchilik xabarlardan o'qiydi va lekin qanaqa ular ro'y berishi haqida savollar tug'ilishi mumkin. Va muzokaralar guruhi ko'pincha har xil sohada band bo'lgan insonlar bilan to'ladi, to'g'rimi? Menimcha muzokaralar jarayoni haqida ma'lumot olish hamma uchun qiziq, chunki Jahon savdo tashkiloti O'zbekistonni haqiqatan ham ko'pdan beri kutayotgan tashkilot. Adashmasam siz ham Umid aka, siz mehmon qilib kutib oldingiz bosh direktorini Jahon savdo tashkilotini va adashmasam bu tashrif birinchi marta Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lmagan davlatga bosh direktor tashrifi bo'ldi. Ko'pchiligimiz esimizda qoldi va Umid aka, bugungi kunda parlamentda ham siz Jahon savdo tashkilotiga a'zolik masalalarida bo'lib o'tayotgan suhbatlarda faol qatnashyapsiz. Parlamentimiz Jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonida qanday o'zgarishlar bilan duch kelyapti? Shu haqida ham ma'lumot berib ketsangiz. Avvalambor taklif uchun minnatdorchilik bildiraman. Albatta, Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasi va Jahon savdo tashkiloti doirasida ishtirok etish bu ko'p jihatli, ko'p qirralik masala hisoblanadi. Bizga axborot berib o'tildi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayoni qanday bosqichda turganligi, qanday jarayonlarni o'z ichiga olishi haqida bu albatta juda ham muhim, zero
30 dan ortiq davlatlar hozirgi kunda 33 dan tashkil qilyapti. 33 ta davlat bilan biz muzokaralar olib bordik, ikki tomonlama tartibda bozorga kirish bo'yicha, ham tovarlar bo'yicha, ham xizmatlar masalasi bo'yicha. Bundan tashqari hozirgi kunda mana 9-raund bo'lib o'tdi, ko'p tomonlama muzokaralarni. Bu savdo siyosati, ham tashqi, ham iqtisodiyotni tashqi savdo bilan bog'liq jihatlarni tartibga solish masalasidagi mana shu 33 ta davlatda umumiy 33 ta davlat bilan umumiy muzokaralar nazarda tutiladi. Buning natijasi o'laroq hisobot qabul qilinadi. Bu hisobotning aksariyat qismlari, ya'ni aksariyat holatlari bizni a'zolik protokolimizni uzviy qismi hisoblanib, qo'shimcha majburiyatlar va qo'shimcha huquqlar beradigan hujjatga aylanadi. Shu ma'noda bu iqtisodiy islohotlar bilan bog'liq jarayon ekan. Qonunchilikni takomillashtirib borish masalasi ham juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zero davlatlar a'zolik masalasida birinchilardan bo'lib reja topshiradi tashkilotga. Nimaga yo'naltirilganki, davlatda qaysi sohada qonunchilik islohotlari amalga oshiriladi. Zero mana shu qonunchilik islohotlarining asosiy maqsadi mavjud bo'lgan tartib tamoyillarni, davlatdagi qonunchilikni, qonunosti hujjatlarini Jahon savdo tashkiloti bitimlariga muvofiqlashtirishga qaratilgan. Shu ma'noda O'zbekiston ham mana shu rejani taqdim etgan qonunchilik islohotlari bo'yicha va mana shu yo'nalishda juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Zero bizda ma'lumot sifatida aytib o'tiladi, oxirgi yilning o'zida 20 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilinganligi, 70 dan ortiq mavjud bo'lgan qonunlarimiz, qonunosti hujjatlarimizga o'zgartirishlar kiritilganligi haqida gap ketadi. Lekin umuman olib qaraydigan bo'lsak, oxirgi mana shu 2017-yilda bu jarayon jadallashganligini ko'rsak, qayta tiklanib jadallashganligini ko'radigan bo'lsak, shu davrdan boshlab mingdan ortiq qonunchilik hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin bu bilan biz bo'ldi, bajarildi, erishdik maqsadga degan bir xulosaga kelishimiz kerak emas. Zero qonunchilik islohotlari doimo davom etadigan jarayon hisoblanadi va mana shu jarayonda Jahon savdo tashkiloti qoidalariga qanchalik muvofiqligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda bo'lsa kerak, davlatimiz rahbari mana yangi saylangan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, quyi palatasida bo'lib o'tgan majlislardan birida muhim bir tashabbus bilan chiqdilar. Ya'ni bo'lsa-ki, ushbu palata qoshida qonunchilikni, milliy qonunchilikni Jahon savdo tashkiloti bitimlariga muvofiqlashtirish, uyg'unlashtirish bo'yicha komissiyani tuzish masalasi. Ushbu komissiya tuzildi, faoliyatini olib bormoqda muvaffaqiyatli. Komissiyaning asosiy faoliyati nimadan iborat? Birinchi navbatda albatta hozir biz Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida ekanmiz. Mana ko'rib turibmiz, ko'p tomonlama muzokaralar bo'lib o'tyapti. Ko'p tomonlama muzokaralar davomida bizga mana shu Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar qonunchilikni isloh qilish masalasidagi bir savollar bilan chiqyapti va takliflar beryapti bu masalada. Bundan tashqari Jahon savdo tashkilotining o'zini qoidalari ham, ya'ni bitimlarda belgilab o'tilgan normalarning ayrimlari ham qonunchilikni bitimlarga muvofiqlashtirishni talab etadi. Ana shu yo'nalishdagi qonun hujjatlarini ishlab chiqilayotganda, tashabbuskorlar tomonidan kiritilayotganda bularga ko'maklashish, bu jarayonni tezlashtirish bilan shug'ullanadigan muhim komissiya hisoblanadi. Aytib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda biz hamkorlikda ishlayapmiz. Mana bojxona qo'mitasi bilan ham hamkorlikda ishlaymiz. Bir muhim hujjat loyihasini bular ishlashyapti hozirgi kunda bojxona kodeksining yangi tahriri masalasida. Bu yo'nalishda ham hamkorlikni amalga oshiryapmiz. Hamkorlikda hujjat tahririni ko'rib chiqib, ular bo'yicha birgalikda muvofiqlikda ish olib bormoqdamiz. Bundan tashqari hozir bir yana muhim hujjat kiritilyapti hukumat tomonidan, mana shu ishchi guruhimiz, muzokarachilarimiz guruhi tashabbusi bilan ilgari surilayotgan, ya'ni intellektual mulk huquqini himoya qilishda mavjud bo'lgan milliy qonunchilikni, ayniqsa mana bu sanksiya bilan bog'liq bo'lgan qonunchilikni Jahon savdo tashkilotining TRIPS bitimi qoidalariga muvofiqlashtirish masalasi ketyapti. Bu yo'nalishda ham ishlayapmiz. Bu yo'nalishda endi muhim ahamiyat kasb etadi, zero komissiya shu yo'nalishda nafaqat o'zi cheklangan tarkibda masalani ko'rib chiqadi, balki butun parlamentdagi fraksiyalar va qo'mitalarga tegishlicha shu yo'nalishda o'z fikrini berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Zero bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, Jahon savdo tashkiloti bitimlari u oddiygina bitimlar emas. U juda ham murakkab tuzilishga ega bo'lgan, qo'llanish amaliyotidan kelib chiqqan holda sharhlanadigan bitimlar bo'ladi. Mana shuning bo'yicha ishlar olib borilyapti. Deputatlar
guruhida shu narsani tushunishiga, qanchalik darajada to'g'ri tushunayotganimizga ham ahamiyat berishga. Zero milliy qonunchilikdan tashqari biz xalqaro bir standartlarni ham inobatga olishimiz kerak bu yo'nalishda. Bu birinchi yo'nalishimiz. Ikkinchi yo'nalishimiz albatta komissiya sifatida Oliy Majlis Qonunchilik palatasining asosiy funksiyalaridan biri bu qonun ijodkorligi hisoblansa, yana bir muhim yo'nalishi bu hukumat organlari faoliyati ustidan bir monitoring olib borish. Ya'ni bu jarayon qanchalik darajada samarali olib borilyapti, qanday bir imkoniyatlar yaratilishi kerak. Mana shu qonunchilik palatasi vakolati doirasida biz nima qilib bera olishimiz mumkin bu jarayonni yanada samarali yo'lga qo'yish va tezlashtirish masalasida. Shu yo'nalishda bu hamkorlik qilamiz davlat organlari bilan. Ularni mana bir qator uchrashuvlar bo'lib o'tdi, ularning takliflarini eshitdik, ulardagi qonunchilik tashabbuslarini o'rgandik. Mana shu asosda ham biz o'z faoliyatimizni olib bormoqdamiz va eng muhim narsasi men bu yerda aytib o'tardim yana qonunchilik bu faqatgina mana shu a'zo bo'lish jarayoni bilan bog'liq holat emas. Qonunchilik islohotlari nazarda tutilganda. Zero bizda iqtisodiyotni tartibga solish har doim bo'ladi. Ko'ryapsiz, dunyo o'zida o'zgarishlar bo'lyapti, juda sezilarli, keskin o'zgarishlar bo'lib turibdi. Iqtisodiyotimizni turli sektorlarini ham rivojlanib borishi va qonunchilikda qo'llanish amaliyotdan kelib chiqqan holda yana bir qator tashabbuslar bilan chiqyapmiz bu qonunlarni yanada takomillashtirish bo'yicha. Mana shu jarayonda ham albatta biz inobatga olishimiz kerak Jahon savdo tashkiloti qoidalarini. Zero ushbu qoidalarda muhim bo'lgan talablar qo'yiladi. Xalqaro savdoga ta'sir qiladigan darajadagi boshqarish mexanizmlarini yaratishga. Shu yo'nalishda umuman olganda mana shu yo'nalishda faoliyat olib boryapti Qonunchilik palatasi hozirgi kunda. Bu yo'nalishni davomi sifatida albatta aytib o'tishimiz kerak ilmiy tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikni. Bilasiz, bu yili davlat dasturida muhim bir jihat bor, ya'ni Jahon savdo tashkiloti bo'yicha aql markazining yaratilishi. Mana shu aql markazlari bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ygan holda biz bizning asosiy elektoratimiz bo'lgan tadbirkorlarimiz bilan muloqotni yo'lga qo'yish, ularni holatlarini o'rganish, ya'ni asosiy maqsadimiz bizda jahon bozorlariga chiqish. Mana shu jahon bozorlariga chiqishni ta'minlashda biz qonunchilik doirasida, qonun tashabbuskorligi doirasida qanday ko'mak berishimiz mumkinligini bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. To'g'ri aytib o'tdingiz. Jahon savdo tashkiloti hujjatlarini soni jihatidan ham ularni o'sha juda ham qiyin tuzilganligi va sharhlash imkoniyatlari juda ham keng ekanligini inobatga olganda, albatta o'sha yetakchi kadrlarni yetishtirish ham juda ham muhim bu sohada. Shukrullohga siz bojxona qo'mitasida savdoni yengillashtirish bilan shug'ullanasiz asosan va bu borada O'zbekistondagi yangi o'zgarishlar va qanaqadir innovatsion yechimlar, bojxona jarayonida o'sha avtomatizatsiyani qo'llash va boshqa yangiliklarni kiritilishi Jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonida O'zbekistonning eksportini qo'llab-quvvatlashda qanchalik o'rinli? Rahmat savolingiz uchun. Haqiqatan Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishda shu tashkilotning asosiy bitimlari bor, bojxona bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Bu birinchisi savdoni soddalashtirish to'g'risidagi bitim, bu eng oxirgi bitimlardan bittasi, ya'ni bu bevosita Jahon bojxona tashkiloti bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan bitim. Undan tashqari yana aytib o'tgandek TRIPS degan asosiy intellektual mulk bilan bog'liq bitim bor. U ham bevosita eksport, import, ya'ni bojxona bilan bog'liq bitim hisoblanadi. Keyingi asosiy yana bitimi tovarlarni bojxona qiymatini aniqlash bo'yicha asosiy yana bitim hisoblanadi. Unda ham juda ham muhim tartib qoidalarini implementatsiya qilishimiz bojxona sohasida. Keyingisi yuklashdan oldingi inspeksiya to'g'risidagi bitim bor. Mazkur bitimlarni implementatsiya qilish bojxona qo'mitasi tomonidan 2018-yildan boshlangan. Ya'ni o'sha bojxona organlari har bitta sohada reforma boshlangan kabi bojxona ham birinchi instrumenti nima bo'lgan reformalarni boshlashdan oldin shu Jahon savdo tashkilotining tavsiyalarini implementatsiya qilish bosqich dunyo xalqaro tan olgan standartlarni implementatsiya qilishdan boshladik. Bosqich haqiqatan birinchi navbatda asosiy qurollarimizdan, asosiy bir strategiyalarimizdan bittasi mazkur bitimlarni to'liq implementatsiya qilishdan iborat edi. Shu misol uchun bugungi kunda hujjatlarni ishlab chiqish, ularni ommaga e'lon qilish, mazkur qoidalar ham Jahon savdo tashkilotining talablaridan bittasi. Ya'ni tashqi savdo faoliyati bilan bog'liq tadbirkorlarga bevosita huquqlari, ularga yuklatilgan majburiyatlar, ularning tartiblari bo'yicha albatta ular bilan muhokama qilib, e'lon qilib borib ishlab chiqish kerak degan tavsiyalar berilgan.
xabaringiz bor, haqiqatan bugungi kunda O'zbekistonda har bitta normativ qonun hujjatlari ishlab chiqilayotganda bevosita shu jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi, ya'ni biznes vakillari bilan muhokama qilinadi, savdo sanoat palatasi bilan kelishiladi, keyingina adliya vazirligidan huquqiy ekspertiza o'tkazish uchun kiritiladi. Mazkur implementatsiya qilingan bu tomonlar. Bundan tashqari yana asosiy talablardan bittasi ularni oldindan ma'lumotlar berish. Yana shunday imkoniyat yaratish kerakki, biz tadbirkorlarga berishimiz kerak. Ular tovar yuklashdan, olib kelishdan oldin O'zbekiston Respublikasi hududiga mazkur tovarlarning bojxona qiymati qanday, mazkur tovarlarga qancha bojxona to'lash mumkin, mazkur tovarlarning TNV kodini, tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasi kodini aniqlash mumkin bo'lgan imkoniyatlarni berish kerak. Va mazkur me'yorlar, mazkur standartlar, mazkur talablar milliy qonunchilikka bosqichma-bosqich implementatsiya qilindi. Ya'ni so'nggi 2 yil ichida, misol uchun, tadbirkor oldin faqat tovarlarni TIF-TN kodini aniqlash bo'yicha qaror olish mumkin edi. So'nggi 2 yilda endi ular tadbirkorlar tovarlarni O'zbekiston hududiga olib kelishdan oldin necha pul to'lash to'g'risida dastlabki qaror oladi, oldindan bila oladilar. Tovarlarning kelib chiqish mamlakati bo'yicha oldindan ma'lumot ola oladilar. Bundan tashqari tovarlarni bo'yicha endi kelgusida yana bitta yaqinda farmon imzolandi, prezident farmoni 57-sonlik. U yerda ham yana bitta imkoniyat yaratdik, tadbirkorlar qanday imtiyozlarga ega. Ya'ni shu to'g'risida ham bojxona organlari kelgusida qarorlar berish huquqiga ega bo'ladilar. Ya'ni bu ham bu biznesni oldin ko'ra bilish tadbirkorlar uchun bitta katta imkoniyat, qulayliklar yaratadi. O'sha qiziq mavzuga o'zingiz olib keldingiz. Masalan, o'sha subsidiyalashtirish ham davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ham tadbirkorni qaysidir ma'noda Jahon savdo tashkiloti qoidalariga mos bo'lish kerak, to'g'rimi? Bu borada hozir agar tekshiradigan bo'lsak, saytda subsidiyalar saytida 136 taga yaqin turdagi subsidiya mavjud. Bu subsidiyalarni turi yoki soni qisqaradimi Jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonida? Buni Oliy Majlis palatasida ham muhokama qilasizlarmi shu savollarni? Albatta bunga juda katta ahamiyat beramiz. Ya'ni davlatni iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashdagi muhim mexanizmlardan biri bu subsidiyalar hisoblanadi. Men bir narsani aytib o'tishni xohlardim. Albatta Jahon savdo tashkiloti doirasida subsidiyalar tartibga solinadi. Va bu bo'yicha alohida shartnoma ham bor. Subsidiyalar va subsidiyaga qarshi choralar bo'yicha bitim hisoblanadi. Lekin bu yerda ahamiyat berishimiz kerak. Subsidiyalar masalasi juda ham nozik, iqtisodiyot uchun muhim bo'lgan soha bo'lgani uchun, yo'nalish bo'lgani uchun subsidiyalar berish masalasi tartibga solinadi va ayrim turdagigina subsidiyalar taqiqlanadi Jahon savdo tashkiloti doirasida. Qaysilar desangiz, o'sha shartnomada o'zi belgilab qo'yilgan eksportni to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlashga qaratilgan subsidiyalar, ya'ni eksport ko'rsatkichiga bog'lab qo'ysangiz subsidiyani, keyingisi esa mana shu mahalliy bozordagi ishlab chiqarilgan mahsulotlar hisobiga qaysidir mahsulotni ishlab chiqarishga talab etadigan subsidiyalar, ya'ni shunga yo'naltirilgan subsidiyalar, ya'ni lokalizatsiyani kuchaytirishni talab etadigan subsidiyalar hisoblanadi. Qolgan subsidiyalar masalasida qoidalar bor. Mana shu qoidalar asosida davlatlar subsidiya berilishi mumkin. Va bu yerda bitta holat borki, agarda mana shu subsidiyaning ta'siri xalqaro savdoga va qaysidir Jahon savdo tashkiloti a'zosi bo'lgan davlatdagi mahalliy ishlab chiqaruvchining bozoriga salbiy ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, o'rganilgan holda bu masala haqiqatan ham davlat tomonidan berilayotgan qo'llab-quvvatlash mana shu ishlab chiqaruvchining bozorni yo'qolishiga olib kelganligini tasdiqlovchi faktlar bilan isbotlanib, bu bog'liq isbotlangandan keyingina subsidiya asosida kirib kelayotgan tovarlarga nisbatan unga qarshi bo'lgan chora qo'llash, ya'ni boj, qo'shimcha boj haqida gap ketadi, qo'llash imkoniyatini beradi. Bu umumiy olganda sanoat mahsulotlari haqidagi qoidalar. Zero subsidiya masalasi haqida gapirilganda, ya'ni davlat tomonidan iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashda, u yerda yana bitta muhim soha bor. Iqtisodiyotning sektori, bu qishloq xo'jaligi mahsulotlari. Mana shu qishloq xo'jaligi mahsulotlariga ahamiyat beradigan bo'lsak, Jahon savdo tashkiloti doirasida yana bir muhim shartnoma bor. Chunki qishloq xo'jaligi sektori davlatlar uchun juda ham muhim ahamiyat kasb etuvchi soha hisoblanadi iqtisodiyotda. Mana shu ma'noda davlatlar bu yerda ko'proq imkoniyatga ega bo'lishni xohlagan bu shartnoma yaratilayotganda. Shunda kelishiladiki, umumiy qoidalar bo'yicha emas, balki qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha maxsus qoidalar bilan tartibga solamiz deb. Mana shu qoidalar qishloq xo'jaligi to'g'risidagi shartnomada berib o'tilgan Jahon savdo tashkiloti doirasidagi bitimlar ichida. Ushbu shartnomaga ahamiyat beradigan bo'lsak, davlatlar qishloq xo'jaligini turli sohalarda turlicha qo'llab-quvvatlashi mumkin. Va mana shu qo'llab-quvvatlashning
xalqaro savdoga ta'siridan kelib chiqqan holda ular guruhlarga ajratiladi. Zero shunday qo'llab-quvvatlash borki, u xalqaro savdoga juda ham katta ta'sir qilmaydi. Mana shu qo'llab-quvvatlashni bular yashil savat deydi, o'ziga xos semafor analogiyasini ishlatishadi. Yashil savatga qo'yishadi. Misol uchun ilmiy tadqiqot yo'nalishida qo'llab-quvvatlayapti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar yoki bo'lmasa ishlab chiqaruvchilarning salohiyatini oshiryapti. Bu yo'nalishda qo'llab-quvvatlash bo'ladigan bo'lsa, bu taqiqlangan bir turi yoki bo'lmasa cheklangan bir turi, tartibga solinadigan bir turi hisoblanmaydi. Albatta u yerda masalalar bor, zero mana shu yashil savatga kiradigan qo'llab-quvvatlashning turlaridan biri bu oziq-ovqat yordamiga qaratilgan yoki bo'lmasa oziq-ovqat zaxirasini shakllantirishga qaratilgan xavfsizlik bilan bog'liqda masalalar hisoblanadi, lekin ushbu masalalarga ham ahamiyat beradigan bo'lsak, albatta ayrim davlatlarda bu savollarni tug'dirib chiqaradi. Zero mana shu davlatning iqtisodiyotini, aholisi sonining kattaligi hisobiga oziq-ovqat yordami ham, oziq-ovqat zaxiralarini shakllantirish ham jahon bozorlariga ta'sir qilyapti narxlariga. Shu ma'noda ushbu masala ko'tariladi albatta Jahon savdo tashkiloti doirasida va albatta yana bir turdagi qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Bu ham bo'lsa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashni cheklash, chegaralash, lekin taqiqlash emas. Aytib o'tadigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi shartnomasida davlatni qanday maqomda Jahon savdo tashkiloti a'zosi bo'lganligi ahamiyati juda katta. Zero hozirgi kunda mana muzokaralarda ham asosiy masalalarni bemalol e'tirof etishimiz mumkin. 36 ta davlat qo'shilgan bo'lsa, aksariyatida mana shu masala ko'tarilgan. Ya'ni siz rivojlanayotgan davlatmisiz yoki rivojlangan davlatsizsiz. Nimaga buni ahamiyati bor? Zero rivojlangan davlat o'zini ayrim qishloq xo'jaligi mahsulotini qo'llab-quvvatlashda bir qoida bor, de minimis degan, ya'ni minimal qancha darajada qo'llab-quvvatlashi mumkin, bu talablari bor. Qanchadan kelib chiqadi bu minimal ko'rsatkich degani. Rivojlangan davlatlar uchun bu 5%, rivojlanayotgan davlatlar uchun 10% tashkil etadi. Shu ma'noda mana shu maqomni olish bo'yicha ham muzokaralarda juda ahamiyat katta qaratiladi. Bundan tashqari yana e'tibor berish kerakki, rivojlanayotgan davlatlar uchun imkoniyat beradi mana shu qishloq xo'jaligi sohasida. Bu ham bo'lsa, rivojlanayotgan davlat maqomida kirgan holda rivojlanayotgan davlat qutisi degan bir tushuncha bor qo'llab-quvvatlashni. Mana shu qutisidan foydalanish imkoniyati ham. Endi qonunchiligimiz haqida gapiradigan bo'lsak, shu qoidalardan kelib chiqqan holda biz milliy qonunchilikni rivojlantirayotganimizda muhim bir jihatlarga ahamiyat beramiz. Birinchidan, taqiqlangan subsidiyalarni qonunchiligimizda biz yo'l qo'ya olmaymiz, zero bu Jahon savdo tashkiloti qoidasining buzilishi hisoblanadi. Bir. Ikkinchidan, subsidiyalar berilayotganda ham qoidalari bor-da. Mana shu qoidalar qanchalik darajada muvofiqlikda amalga oshirilyapti. Shaffoflikdan tashqari u yerda ya'ni shu shartnomani o'ziga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, subsidiya tushunchasi, subsidiyani qachon mana shu shartnoma asosida tartibga solinadigan sohaga aylanishi masalasi borda. Aytib o'tgan subsidiyalar va subsidiyaga qarshi choralar to'g'risidagi bitimda ikkinchi moddasi bor. Birinchi modda va ikkinchi modda bir-biri bilan birgalikda qo'llaniladi. Subsidiya tushunchasiga ta'rif berilayotganda ular aytadi, yo'naltirilganlikka ahamiyat qaratishadi. Ya'ni siz iqtisodiyotingizni qo'llab-quvvatlashga, umumiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga, barcha uchun imkoniyat beradigan subsidiyalar haqida gap ketadigan bo'lsa, sizda qonunchilikda boshqacharoq rivojlantirish kerak. Agarda qaysidir sohani rivojlantirish masalasida ketadigan bo'lsa, u yerda albatta ehtiyotkorona shu qoidalardan kelib chiqqan holda jahon savdosiga salbiy ta'sirlarni inobatga olgan holda rivojlantirish kerak bo'ladi va bularga albatta ahamiyat berib kelinadi qonunchilik palatasida, komissiya o'z faoliyatida. O'zi o'sha rivojlanayotgan davlatlar turlari haqida gapirganingizda esimga tushdi. Biz talaba bo'lganimizda uncha ko'p bo'lmadi unga, lekin ko'pincha bor edi shunaqa iqtisodchi o'qituvchilar bizni Qirg'iziston keysi bilan qo'rqitishardi. Qirg'iziston mana Jahon savdo tashkilotiga kirdi, nima bo'ldi natijada, qanaqa va'dalar berilgandi, nimaga erishdi degan qanaqadir Jahon savdo tashkilotini bir salbiy tomonlama ochib beradigan leksiyalarda ham o'tirganmiz. Qirg'iziston adashmasam rivojlangan davlat statusida kirgan, to'g'rimi, Jahon savdo tashkilotiga? Men bu yerda bitta narsaga ahamiyat berishni xohlardim. To'g'ri, juda ham ko'p ko'tariladigan masala nima beradi bizga. Ayniqsa hozirgi kunda mana ko'rib turibsiz, xalqaro munosabatlarda savdo, o'ziga xos savdo urushlari deb nomlanadigan holatlar yuzaga kelyapti, tarif urushlari.
Shu holatda biz nima beradi bizga bu Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish? Mana siz aytgandek ayrim holatlarda Qirg'iziston misolini keltirishadi yoki boshqa davlatlar misolini keltirishadi. Men bitta narsani aytib o'taman. Iqtisodiy rivojlanishimizning biz modeli biz maqsad qilganmiz o'zimiz oldimizga 2030-yilda yalpi ichki mahsulot hajmini 200 milliarddan oshirish. Bunga erishishimiz uchun biz dunyo bozorlariga chiqishimiz kerak. Bizda boshqa tanlov yo'q-da. Zero agarda biz yopiq iqtisodiyot quradigan bo'lsangiz, bu natijalarga erishmaysiz. 200 milliardga yetkazish asosiy maqsadi nima deganda, bu har bir mana shu fuqarolarimizni, tadbirkorlarimizni farovonligini oshirish. Bu yo'lda borishda albatta biz turli universal darajadagi va ikki tomonlama mintaqaviy darajadagi hamkorlikni kuchaytirishimiz kerak. Universal darajada bu Jahon savdo tashkiloti bilan hamkorlik. Endi to'g'ri bizga aytishadi, mana Qirg'iziston misolini keltirishadi. Lekin bu yerda bitta narsaga ahamiyat berish xohlardim. Iqtisodiy tahlil ahamiyati juda katta. Men ko'rganim yo'q, savol bergan bo'lardim shu tahlilchilarga. Bir ssenariy qilib rivojlantirib berish. Mana Qirg'iziston qo'shilmadi deb va uning iqtisodiy ko'rsatkichi qanaqa bo'ldi degan bir xulosani keltirsinda, qo'shilgandan keyin qanaqa bo'ldi? Mana shuni solishtirgandan keyin biz bir ochiq bir fikr bildirishimiz mumkin. Yutdimi Qirg'iziston, yutqizmadimi? Chunki biz hozir bilmaymiz. Bu oddiygina spekulyatsiya degan tushuncha bor. Faktlarni o'ynash asosida bir o'zini fikrini bildirayotganlar bor. Bu yuzaki yondashuv deb hisoblayman. Lekin bu yerda yana bitta jihati ham bor. Bu bilan men e'tibor qaratmoqchi bo'lgan holat ham bor. Agarda endi o'zim ilmiy tadqiqot faoliyatimda shunga ahamiyat berganman, shuni o'rganganman. Mana shu a'zo bo'lgan davlatlar o'sha paytgacha, 2018-yilgacha bo'lgan davrni o'rganganimda, a'zo bo'lgan davlatlar orasida mana shu a'zolikdan foyda olish qanchalik darajada deganda, u yerda to'g'ri iqtisodiy tahlillar ham ko'rsatadi shuni. Ayrim davlatlar ko'proq yutgan, ayrim davlatlar kamroq yutgan. Bu degani a'zolik o'zi hamma narsani sizga havola etmaydi, ta'minlab bermaydi. Eng ko'p yutgan davlat kim desa, Xitoy deymiz. Nima uchun ko'p yutgan desa, bir nechta faktorlar bor. Birinchidan, iqtisodiy modeli eksportga yo'naltirilgan. Biz ham xuddi shuni qurmoqchimiz. Shundagina yutasiz. A'zolik sizga eksportni ta'minlab bermaydi to'g'ridan to'g'ri. Ayniqsa mana bizni hudud bo'yicha, ya'ni transport logistika masalasi muhim bir jihat bo'lgan hudud uchun. Bu degani davlat ishlashi kerak har doim. Qonunchilik sohasida ham qonunchilik bilan bog'liq bo'lmagan institutsional islohotlar. Xitoyda yutganligini asosiy sabablaridan biri bu ilmiy tahlil markazlari kuchli bo'lganligi, tadbirkorlarni eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan bir siyosat olib borganligida ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu narsa ham bizda ham bo'lmoqda-da. Bu siyosatni davlatni o'zida, mana eksportni qo'llab-quvvatlayman degan yo'nalishdagi bir qator muhim tashabbuslar amalga oshirilyapti. Yaqinda bo'lib o'tgan o'rta va kichik biznes soha vakillariga yaratib berilayotgan imkoniyatlarga qaratilgan tashabbuslar davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilyapti. Bularga erishishda albatta ular bozorga chiqish imkoniyati bo'lishi kerak. Bozorga chiqqanda ham qanaqa shartda chiqish? Ya'ni mahsulotlarimizni tan narxi jahon bozorlaridagi o'xshash mahsulotlar tan narxidan juda ham baland bo'lishi kerak emas, teng bo'lishi kerak yoki past bo'lishi kerak. Shu ma'noda Jahon savdo tashkilotiga a'zolik bizda nima beradiki, tariflar masalasida mana ikki tomonli kelishuvlarning asosiy masalasi tarif bu. O'zbekiston tariflarni belgilayapti. Bundan tashqari Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar tariflarni belgilab bo'lgan. O'rtacha qaraydigan bo'lsak, sanoat mahsulotlari bo'yicha 3-4% tashkil qiladi. Bu juda past tarif. Lekin O'zbekiston a'zo bo'lmasa, bu eng qulay rejimda qo'llaniladigan tarif haqida gap ketyapti-da. A'zo bo'lmagan davlatlar uchun ularda maxsus tarif bo'ladi. Balandroq bo'ladi. Ana shunga erishishimiz kerak. A'zolik mana shuni beradi bizga. Bu bir. Ikkinchidan, hozirgi savdo munosabatlaridagi asosiy to'siq endi baribir to'g'rilab ketaman o'zim ozgina hozirgi davrdagi rivojlanishdan kelib chiqqan holda. Tariflar emas edi. Lekin ayrim holatlarda hozir ko'ryapmiz, ayrim davlatlarda tariflar qo'llanishi kuchayib ketib qoldi. Lekin umuman olganda tariflar emas, notarif to'siqlar bo'lmoqda.
Texnik tartibga solish, sanitar, fitosanitar tartibga solish va boshqa bojxona jarayonlari bilan bog'liq, litsenziyalash bilan bog'liq, tovarni kelib chiqishi bilan bog'liq. Mana shu tovar qiymatini belgilash degan holatlar bor. Mana shu jihatlar, subsidiyalash, demping masalasi, ularga qarshi qanaqadir chora qo'llay olishi O'zbekistonda yoki bo'lmasa ishlab chiqaruvchilarimizni mana shu sohada ham o'zi ustida ishlashiga jalb qilishda albatta Jahon savdo tashkilotiga yoki bo'lmasa xalqaro maydondagi mana shu tizimga kirishimiz ahamiyati juda katta. Shunda ko'raman va savolingizga javob berganda uzr, men sal kengroq javob berishga harakat qildim, lekin shu masalalarni tushuntirish kerak, zero yuzaki yondashuv asosida biz hech qanaqa javob ola olmaymiz. Albatta biz a'zo bo'lganimizda a'zoligimizning qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishi albatta o'zimiz qo'limizda, biz olib borayotgan siyosatda. Siyosiy jihatdan albatta bu yerda qonunchilik ham bo'ladi. Ijro hokimiyati va qonunchilik islohotlari nazarda tutiladi. Lekin bozorlarni ochmasdan turib, o'zimizda amalga oshirilgan yopiq iqtisodiyotda oshirilgan siyosat natija bermaydi unaqa katta. To'g'ri, siz javobingizdan kelib chiqib, o'zi savdoni yengillashtirish deganda juda ham keng tushunchada Shukrullo aka. Bular ham aytib o'tdilar. O'sha o'rta koridor va Transkaspiyan koridor yo'llari bu ham O'zbekiston uchun yangi imkoniyatlar. Mana Yevropa ittifoqi bilan sammitda Samarqandda ham bu mavzular ko'tarildi. Nima deb o'ylaysiz? Aynan shu yangi alternativ yo'llarni, savdo yo'llarini takomillashtirish ham O'zbekistonni tashqi savdoda faollashtirishiga yordam beradimi? Albatta, mana bu mazkur koridorlarning ochilishi kelgusida bizga katta imkoniyat beradi. Bugungi kunda shu Xitoy, Qirg'iz, O'zbekiston orqali Yevropaga, ya'ni shu pastdan, janubdan va shimoldan yangi koridorlar barpo etish bo'yicha kelishuvlar mavjud. Mazkur koridorlar haqiqatan O'zbekiston tranzit potensialini yanada oshirishga, yuqori, ya'ni shu eksport salohiyatini, ya'ni biz orqali tovarlarning harakatini bosqich hajmini oshirishga imkon yaratadi. Biz birinchi navbatda shu bugungi kun tranzitda katta imkoniyat berishimiz kerak, sababi O'zbekiston dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan davlatlardan bittasi, biz yopiq qolib ketishimiz kerak emas. Mazkur Yevropa ittifoqi va boshqa Xitoy tashabbuslari doirasida biz mazkur imkoniyatdan foydalanib qolishimiz kerak. Shu O'zbekistonni shu so'nggi 2017-yildan beri ochiqlik siyosatidan kelib chiqqan holda bugungi kunda tranzitdagi barcha notarif to'siqlar olib tashlandi. Shundan so'ng milliy tashuvchilarimiz ham soni ortib bordi. Mazkur koridorlarning rivojlanishi biz albatta shu mintaqada savdoni oshishiga, tranzit tashuvlarini ko'lamini kengaytirishga imkonini beradi. O'z navbatida bugungi kunda tranzit soddalashtirish maqsadida qo'shni davlatlardan onlayn axborot almashinuv yo'lga qo'yilgan. Qozog'iston bilan, Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan ular juda ham bundan manfaatdor, chunki sababi shuningdek biz asosiy yana urg'uni chegaradagi bo'layotgan tekshiruvlarni yana takrorlanmasligiga harakat qilmoqdamiz. Masalan, Qirg'iz o'zini tovar transport vositasini Ringendan o'tkazdi, bizga onlayn tashyapti. Biz xuddi shuni ko'ryapmiz-da, ulardan xuddi shu jarayonni biz chegarada o'tkazmayapmiz, misol uchun. Endi xuddi shu jarayonni biz Qozog'iston bilan kelishuvni amalga oshirmoqdamiz. Ya'ni bu ham tranzitda tovarlarni, transportchilarning harakatlanishiga bir tezkorlik bilan amalga oshirishga yordam beradi. Bugungi suhbatimizda albatta Jahon savdo tashkiloti tomoniga bo'lgan e'tirozlar va tanqidiy fikrlarni ham muhokama qilib o'tishimiz mumkin. Bugungi kunda AQSh savdo urushlarini har kuni yangilab boryapti. Bugungi kunda butun jahon hamjamiyati tomonidan bunday jarayonlarga e'tirozlar ko'p eshityapmiz. Nima deb o'ylaysiz? Jahon savdo tashkilotida AQShni masalan moliyalashtirishi to'xtatildi. AQSh 14% Jahon savdo tashkiloti byudjetini moliyalashtirishdan to'xtadi deb e'lon qilishdi. Bu orqali Jahon savdo tashkilotiga bo'lgan munosabat, umuman global hamjamiyatda bu tashkilotni rivojlanishiga qanaqa ta'sir o'tkazadi? Avvalambor savolingizga javob berishda men bitta narsaga ahamiyat qaratgan bo'lardim. Hozirgi kunda biz yashayotgan xalqaro munosabatlar davri o'ziga xos davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlar, ayrim davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlar, kurash kuchayib bormoqda. Bu ham siyosiy maydonda, ham iqtisodiy sohada kuzatilmoqda va siz keltirgan misollarning aksariyati mana iqtisodiy sohada bo'lyapti va albatta bu Jahon savdo tashkiloti faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi.
va umuman davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatadi va o'ziga xos jihatdan aytishimiz kerak, huquqiy rejimni yemirilishiga, yuvilishiga olib keladi vaqtinchalik. Bu holatni faqatgina Jahon savdo tashkiloti doirasida ko'rayotganimiz yo'q, afsuski. Bu butun xalqaro munosabatlar arxitekturasiga ta'sir qilayotgan jarayonlar. Bu siyosiy tashkilotlar bo'ladimi? Mana ko'p tomonlama tashkilot sifatida qaraymiz, Birlashgan Millatlar Tashkiloti. U doirasida ham bir muhim bir qanaqadir savollar ko'tarilayotgan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Ham xavfsizlik kengashi doirasidagi faoliyat bo'yicha yoki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti borasida. O'ziga xos davr. Butun xalqaro tizimda o'ziga xos davr bo'lyapti. Men lekin falsafam sal boshqacharoq bu jarayonlarga, zero men bu jarayonlarni, albatta bu jarayonlar biz uchun chaqiriq. Yaqinda davlatimiz rahbari ham bu narsaga e'tibor berdilar. Asorati har bir davlatga ta'sir etadi dunyodagi. Biz davlatimizga ham. Lekin shuning bilan birga ushbu davr imkoniyatlar davri ham. Zero mana eslab o'tdik biz koridorlarni rivojlantirish masalasi, iqtisodiy koridorlar. Hozirgi kunda Markaziy Osiyoga bo'lgan e'tibor kuchayib bormoqda. Chunki an'anaviy bog'liqliklar yo'qolmoqda. An'anaviy transport koridorlarining ahamiyati yo'qolmoqda. Natijada davlatlar yoki hamjamiyatlar, iqtisodiy hamjamiyatlar yangi bir yo'nalishlarga nazar tashlamoqda va qiziqish bildirmoqda. Xitoyning tashabbusini bilamiz. Bir yo'l bir makon. Yevropa ittifoqini tashabbusi bor, Global Gateway, global darvoza. Mana shu tashabbuslarga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, ularning barchasida Markaziy Osiyo markaziy ahamiyat kasb etadigan hudud sifatida ko'riladi. Zero Yevropani Osiyo, Yevrosiyo materikining boshqa qismlari bilan bog'laydigan makonga aylanyapti. Shu bilan birga Osiyoning uzoq sharq qismini boshqa qismlar bilan, Yaqin Sharq, Yevropa ittifoqi bilan bog'laydigan bir transport koridori maqomiga ega bo'lyapti. Bu ma'noda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishimizni ahamiyati ham shundan iboratki, mana hozirgi kunda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston ushbu tashkilotga a'zo mintaqada. Turkmaniston bilan O'zbekiston jarayonda. Ozarbayjon ham xuddi shunday. Mana shu davlatlarning qo'shilishi bilan bu savdo munosabatlarida olib borish, o'rtada bog'lovchi bo'lishda biz aytamiz xarajatlar deymiz, o'rtadagi xarajatlar. Mana shu xarajatlarni qisqarishiga olib keladi. Zero tranzit bo'yicha alohida talablar bor. Olib qaraydigan bo'lsak, bosh kelishuvining tovarlar va savdo bo'yicha bosh kelishuvining 5-moddasi bu tranzit masalasiga bag'ishlangan. Bu bilan biz yana ahamiyat beradigan bo'lsak, mana eslab o'tdilar. Bojxona tartib taomillarini soddalashtirish, yengillashtirish, raqamlashtirishga qaratilgan muhim shartnoma Bali ministrlar konferensiyasida qabul qilingan va 2017-yilda kuchga kirgan Trade Facilitation Agreement deydi ingliz tilida. Ya'ni savdoni yengillashtirishga qaratilgan shartnoma. U ham mana shunga yo'naltirilgan. Maqsad bu yerda nafaqat biz o'zimizni ishlab chiqaruvchilar uchun, mintaqa ishlab chiqaruvchilar uchun dunyo bozorlariga chiqish imkoniyati, balki turli dunyoning turli burchaklari, bizni makonimiz, iqtisodiy, siyosiy makonimizning turli burchaklarini bog'lovchi xuddi Buyuk Ipak yo'li davridagi, bir rivojlangan bir davrdagi o'sha transport kommunikatsiyasi o'rta asrlar, undan avvalgi davrlarni olib qaraydigan bo'lsak, shunday makonni yaratish. Bunda biz qanday imkoniyatga ega bo'lamiz? Men albatta ko'p holatlarda o'xshatish ishlataman Shvetsariya misolini. Xuddi shunday maqomdagi davlat hisoblanadi. Bu qo'shimcha qiymat yaratadi bu jarayonda yana. Shu hisobida biz iqtisodiyotimizni rivojlantirishga ham olib kelgan bo'lamiz. Zero albatta hozirgi kunda bo'lib o'tgan holatlar, bo'lib turgan holatlar bu chaqiriq, lekin shu bilan birga imkoniyat. Imkoniyat bizni yanada mana shu avval o'rnatilgan tizimga kirib borish murakkab. U zanjirlarni uzish. Lekin hozirgi kunda sizda zanjirlar uzilyapti u yerda. Sizda imkoniyat paydo bo'lyapti, mana shu zanjirlarga ulanish. Ana shu imkoniyatlar davrida ham hisoblayman, shunday qarash kerak nazarimda va bundan samarali foydalanish kerak. Raqobatda sizda ustunliklar paydo bo'lyapti. Fikringizga qo'shilaman. Shukrullo aka,
boya aytib o'tdingiz, Jahon savdo tashkiloti muzokaralar jarayonida juda ham ko'p kelishuvlar va juda ham har xil qonuniy hujjatlar bilan ishlaysiz. O'zbekistondagi faoliyat olib borayotgan kichik va o'rta biznes korxonalari ertaga Jahon savdo tashkilotiga a'zolikdan so'ng Jahon savdo tashkiloti a'zo davlatlari tomonidan O'zbekistonga beriladigan qanaqadir huquqiy e'tirozlar va boshqa jarayonlarga tayyorlanish uchun qanday resurslardan foydalanish mumkin va bojxona qo'mitasi ham aynan kichik va o'rta biznes vakillari eksport qiluvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan platformalar haqida ma'lumot berib keta olasizmi? Ha, albatta. Yaratilgan imkoniyatlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, birinchi navbatda barcha tizimlar bugungi kunda shaffof va tadbirkor uchun qulay platformalar shaklida yaratilgan. Ya'ni mutaxassis eksport import bo'yicha mutaxassis bo'lmasangiz ham shunaqangi rukunlar, shunaqangi platformalar yaratilganki, ya'ni biznesni qanday boshlashingiz mumkin, qadamma-qadam barcha jarayonlarni bosqich ta'riflab beradigan platformani yaratdik. Misol uchun 2023-yilda noyabrda joriy qilindi ushbu platforma, ya'ni Ustrade Info nomlangan platforma. Bu ham Jahon savdo tashkilotining tavsiyalaridan asosida yaratilgan platforma. Ya'ni shu siz qaysi davlatga import, eksport qilmoqchisiz, ya'ni olib kelmoqchisiz, tovarlarning turini tanlaysiz va birinchi qadamingizdan boshlab shu so'nggi qadamgacha bo'lgan jarayonlar hammasi yoritilgan shu platformada. Ya'ni shu birinchi navbatda shartnoma imzolashingiz kerak, ruxsat etuvchi hujjatlarni olishingiz kerak, transport logistika xizmatlari, bojxona, chegara bilan bog'liq tartibotlar hammasi yoritilgan, tadbirkor uchun qulay qilib yaratilgan. Bundan tashqari yana aytib o'tgandek, haqiqatan bu yangi bozorlar, yangi imkoniyatlar ishlab chiqaruvchilar uchun. Bugungi kunda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishda o'ylaymanki, tadbirkorlarimiz qo'rqish kerak emas. Sababi bizda ishlab chiqarayotgan milliy mahsulotlarimiz xaridorgor, chet elda ham, o'zimiz mintaqada ham ular o'zining brendiga, o'zining nufuziga ega bo'ldi ko'pchilik tovarlarimiz. Bugungi kunda yana eksportni rag'batlantirish maqsadida yana xabaringiz bor, yaqinda mart oyida eksport bojlarini ham joriy qilindi. Yana kelgusida 2025-yil 1-iyuldan boshlab amaliyotda eksport bojlarini qo'llash joriy etiladi. Bugungi kunda ushbu eksport bojlari qanday shu eksport bojlari sifatida yig'imlar shaklida mavjud edi. Bu qaysi tovarlarga? Bu ipak mahsulotlariga, trikotaj mahsulotlariga, charm mahsulotlariga, ayrim uyushmalarning hisobiga undirilgan yig'imlar shaklida eksport bojlariga o'xshash yig'imlar bor edi. Ular bekor bo'ladi va undiriladigan xuddi o'sha miqdordagi yig'imlar endi davlat byudjetiga eksport boji sifatida e'lon qilindi va davlat byudjetiga undiriladi. Bundan tashqari yana respublikada asosiy xom ashyo sifatida bo'lgan tovarlar uchun ham eksport bojlari o'rnatildi. Bundan tashqari alohida turdagi tovarlar mavjud, ya'ni ular Vazirlar Mahkamasi yo prezident hujjatlari bilan ruxsat asosida eksport qilish mumkin bo'lgan tovarlar bor edi. Lekin bugungi kunda ushbu tovarlarni eksport qilishda aniq ro'yxat, misol uchun aniq tartibotlar belgilamaganlik sababli biz mazkur amaliyotdan voz kechamiz va kelgusida shu 1-yildan boshlab yana shu prezident hujjatlarini ruxsat beradigan tovarlar, ya'ni bu qaysi? Bu go'sht mahsulotlari, guruch mahsulotlari, qimmatbaho metallar, qimmatbaho bo'lmagan metallarni ham eksport qilish alohida ruxsat talab etiladi. Mazkur amaliyot bekor bo'lyapti va kelgusida tadbirkorlar yana eksport qilishda tegishli bojxona bojlarini to'lash orqali eksport qilishlari mumkin. Bundan tashqari yana respublikada ishlab chiqarishni keng qo'llash, yana tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlarni yaratish maqsadida alohida bojxona qo'mitasida tarkibiy tuzilma tashkil etildi, ya'ni tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasi tashkil etildi. Bevosita eksportni salohiyatini oshirish, hududlarda targ'ibot ishlarini o'tkazish yana bir qulay rejimlardan bittasi bor. Bojxona butun dunyo keng foydalanadi ushbu rejimdan, tovarlarni qayta ishlash, ya'ni bojxona hududi qayta ishlash degan rejim bor. Xitoy aytib o'tgandek, haqiqatan bugungi kunda ushbu imkoniyatdan zo'r foydalanib, haqiqatan Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgandan keyin katta yutuqqa erishgan davlatlardan bittasi. Xitoy ham birinchi navbatda shu 1800-yildan boshlab erkin iqtisodiy zonalarni tashkil qilgan o'zining hududida, ya'ni shu tovar kelsin, shu yerda qayta ishlayman, shu yerdan keyin eksport qilgan g'oyada tashkil etilgan butun siyosati. Biz ham bugungi kunda tovarlarni bojxona hududida qayta ishlash rejimini keng ommalashgan holda ommabopligini oshirishda harakatda bizlar. So'nggi emas,
prezidentimiz huzurida fevral oyida yig'ilish bo'ldi. Biz bojxona qo'mitasi raisi, rahbariyatimiz barchasi taqdimot qilishdi bojxona organlari faoliyatini so'nggi yillarda va prezidentimizga ham bojxona hududi qayta ishlash to'g'risida bir imkoniyatlari va kelgusidagi salohiyatlari, ya'ni uni shu orqali eksportga rag'batlantirish mumkin degan masalalarda bir prezentatsiya qilinganda ularga ham ma'qul keldi va davlat rahbari tomonidan mazkur yo'nalishni yana kengaytirish bo'yicha taklif berdi va albatta bu so'nggi yillarda mazkur tovarlarni bojxona hududida qayta ishlash imkoniyatlarini biz yana kengaytiramiz. Bu rejimdan foydalanish hisobiga yana yangi ish o'rinlari yaratiladi. Investorlarni O'zbekistonga chaqirish yana kelishiga katta bir turtki bo'ladi. Chunki sababi mazkur rejimni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganimizdan keyin yana davomlashsa, bu nur ustiga nur sababi O'zbekiston xalqaro bir maqomga ega davlat bir statusni oladi. Misol xalqaro tan olingan xalqaro huquqlar, xalqaro bir huquq kafolatlangan davlatlar qatoriga kiradi. Ya'ni xalqaro huquq ya'ni shu davlatda ishlaydi. Ya'ni investorlar qo'rqmasdan O'zbekistonga kela boshlaydi. Mazkur rejimni bir ommalashgan sari ishlab chiqarish, eksport, yangi bozorlar, yangi tovarlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Umid aka, siz ham unda qo'shimcha qiling. Jahon savdo tashkiloti standartlari va u tashkilotda o'zaro kelishmovchiliklarni hal qilish bo'yicha konsultativ balki dasturlar bordir. Demak, kichik va o'rta biznes yana Jahon savdo tashkiloti doirasida yana bitta termin ishlatiladi, mikro. Ya'ni 10 kishidan kam bo'lgan korxonalar haqida gap ketganda, tadbirkorlik subyektlari haqida gap ketganda juda katta ahamiyat beriladi. Nega deganda, agarda ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ushbu sektor vakillari, ya'ni kichik va o'rta biznes vakillari, subyektlari dunyoning aksariyat iqtisodiyotlarida yalpi ichki mahsulotning katta qismini shakllantirib beradi. Va shuning bilan birga eng asosiy ish beruvchilar hisoblanadi. O'zbekiston misolida aytadigan bo'lsak, bizda bu ko'rsatkich 54% tashkil qildi o'tgan yili. Yalpi ichki mahsulotda kichik va o'rta biznes ulushi ish beruvchilarda 70% asosida. Lekin muammo nimadan iboratki, xalqaro o'rtacha olib qaraganda eksportchilarga qaraydigan bo'lsak, ular asosiy qismi emas. Va ular amalga oshirayotgan eksport ham xalqaro savdodagi asosiy ulushni tashkil qilmaydi. Shu ma'noda ko'pgina davlatlar bunga juda katta e'tibor beradi. Zero aytib o'tdim, hamma davlatda ham yetakchi sektorlar bo'ladi, katta bir tadbirkorlik subyektlari bo'ladi, lekin iqtisodiyotning driverlari sifatida boshqa kichik biznes vakillari ko'p bo'lgan sohalar ham hisoblanadi. Bularni xohlashadi xalqaro savdodagi ishtirokini kuchaytirish. Bunda imkoniyat yaratib berish ahamiyati juda katta. Zero o'ziga xos jihati nimadan iborat desangiz, o'rganishlar o'tkazilgan bu yo'nalishda. Mana Malayziya davlatidan olishimiz mumkin. Biz juda ham yaxshi hamkorlik o'rnatgan davlatlar misolini oladigan bo'lsak. Bu yerda bir xulosaga kelishadi, Janubiy Sharqiy Osiyoda. Bu boshqa hududlarga ham buni qo'llasak bo'ladi. Ma'lumot yetishmasligi, salohiyat yetishmasligi, moliyaviy resurslarga bo'lgan talab qondirilmasligi mana shu imkoniyatdan to'liq foydalana olmaslikka olib kelar ekan. Shu ma'noda mana aytib o'tganlaridek, bizda juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Shu jumladan bu Jahon savdo tashkilotida ham bu bo'yicha faoliyat olib borilmoqda. Zero 2017-yil Buenos Airesdagi vazirlar konferensiyasida bir 90 ga yaqin davlat kelishib oladi mana shu yo'nalishda ishlash. Ya'ni mikro, kichik va o'rta biznes soha vakillarini xalqaro savdodagi ulushini oshirishga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surish bo'yicha. Va shuning natijasi o'laroq hozirgi kunda bunday davlatlar ro'yxatiga juda ortiq bo'ldi. Jahon savdo tashkiloti a'zosi hisoblanuvchi. Bu yo'nalishda o'zlarining tashabbuslarini ilgari suradi va takliflarini ishlab chiqadi. Amaliyotni o'rgangan holda. Men ahamiyat bergan jihat bo'lardi, biz ishlashimiz kerak bo'lgan jihatiga ahamiyat bermoqchiman, sababi ko'p ishlar qilinyapti bu sohada. Men aytib ham o'tdim, yaqinda bo'lib o'tgan yig'ilishlar, tadbirkorlar bilan uchrashuv yoki bo'lmasa qabul qilinayotgan hujjatlar O'zbekiston Respublikasida bunga qaratilgan. Lekin ahamiyat berishimiz lozim bo'lgan jihati bor. Bu ham bo'lsa xalqaro shartnomalarimizda
kichik va o'rta biznes subyektlari manfaatlarini ifodalanishi. Zero yana bitta davlat misolini keltiraman, Kanada mana yangi NAFTAning yangi shakli bo'ldi, USMCA, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika, Kanada o'rtasidagi erkin savdo hududi tuzilishi, Yevropa ittifoqi bilan bu shartnomani tuzilishi yoki bo'lmasa boshqa davlatlar bilan Kanadaning shartnomalarini qaraydigan bo'lsangiz, u yerda alohida bir qism shunga bag'ishlangan. Zero ular tushunadiki, shartnomalarda bunga ahamiyat qaratilsagina davlatlar o'rtasidagi hamkorlikda shu masalaga ahamiyat qaratiladi va ularning ulushi oshib boradi deyiladi. Bizdagi endi Kanadani misol keltirganimiz sababi ular imzolayotgan, ular tuzayotgan xalqaro shartnomalar, savdoni erkinlashtirish bo'yicha shartnomalar yangi avlod shartnomalar hisoblanadi. Keng tomonlama, keng qamrovli shartnomalar hisoblanadi. Ana bu yo'nalishda biz ishlashimiz kerak, zero bizdagi shartnomalarda bu holat hali o'z aksini topmagan. Zero qanday qoidalar u yerda berib o'tilgan deganda, davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, kichik va o'rta biznes subyektlariga xalqaro savdoda preferensial rejimni o'rnatish. Aytib o'tdilar, muhim ahamiyat kasb etadigan jihatlardan biri bu tovarni kelib chiqishini belgilashda. U yerda aytiladi, kichik va o'rta biznes shartnomalarda Kanada kichik va o'rta biznes subyektlari tomonidan amalga oshirilayotgan bo'lsa, invoicening o'zida keltirilishi, ya'ni qayerdan kelib chiqqan tovar shu o'zi yetarli asos deyiladi. Ya'ni soddalashtirib berilyapti, chunki bular uchun vaqt ketkazilishi, xarajat ketkazilishi, xalqaro savdoda tranzaksiya xarajatlarini oshishi xalqaro savdoni cheklaydi. Shuni yengib o'tishga qaratilgan qoidalar kiritilyapti. Biz ham shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Bundan tashqari ahamiyat beriladi bu ko'p jihatliligiga. Zero nimalarni rivojlantirishingiz kerak? Mana shu sohani rivojlantirish, soha vakillarini xalqaro iqtisodiy aloqalardagi ahamiyatini kuchaytirishdi deganda, bular aytib o'tgandek, bojxona tartib taomillari juda katta ahamiyatga kasb etadi, lekin shuning bilan birga iqtisodiyotning raqamlashtirilishi, ya'ni moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirilayotganda, misol uchun blockchain ta'minotidan foydalanish, imkoniyatidan foydalanish, elektron imzo, elektron hujjat almashinuvi, elektron shartnomalar tuzilishi ahamiyatini oshirish kerak, zero bu ularni xarajatini kamaytiryapti va munosabatlarni o'rnatishga osonlashtirib beryapti. Yana aytishadi, albatta alohida bir yagona darcha prinsipidan foydalangan holda mana shu soha vakillariga turli yo'nalishlarda, sertifikatsiya yo'nalishida talablar har xil bo'ladi. Zero bitta narsani aytib o'taman, qo'shimcha qilib mana shu yerda. Bizda standartlar, xalqaro maydondagi standartlar juda ko'p va ular xususiy standartlar ko'pgina holatda. Aytib o'tishimiz mumkin, mana Global Compact degan narsa bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida ham bir targ'ib qilinadigan yoki bo'lmasa oddiygina tadbirkorlik subyektini olaylik. Starbucks ichimliklar, kofe mahsulotlarini xizmatini ko'rsatadi savdosi bilan shug'ullangan holda. Ularda ham standartlar bor. Bu qanaqa standartlar? Yetishtirilayotgan kofe donalarida atrof muhitga yoki bo'lmasa insonlarga munosabat, ya'ni inson huquqlari, barqaror iqtisodiyot, yetarlicha pul to'lash mehnatga, mana shu jihatlar keltirilganmi yo'qmi, shuni asosida sertifikatsiya berish. Mana shunday sertifikatlar dunyoda ko'p ekan, juda ham. Bir muhimlarini aytganda 500 dan ortiq ekan. Shu sertifikatlar haqida ma'lumot berish va shu sertifikatlarga ega bo'lishga yordam berish kerak bo'ladi. Mana shu jihatdan aytib o'tdilar, bizda yaratildi. Murojaat qilish mumkin, ma'lumot berilyapti, deyapti. Bular nafaqat ma'lumot bo'lishi kerak, bu xizmat ham yaratilishi kerak. Ya'ni davlatda infratuzilma yaratilishi kerak. Mana shu kichik va o'rta biznes subyektlariga xalqaro savdo munosabatlarida ishtirok etish uchun yordam beradigan. Bu yo'nalishda ishlashimiz kerak albatta va qonunchilik bu moliyaviy resurslardan foydalanishda imkoniyatlarni kengaytirish, chunki o'ziga xos jihatlari bor u yerda. Bu yo'nalishda albatta qonunchilik palatasining faoliyati, deputatlarimizning faoliyati juda katta ahamiyat kasb etadi. Menimcha Jahon savdo tashkiloti bu tugalmas ummon. Ichiga qancha sho'ng'ilsangiz, shuncha ko'p ma'lumot olsangiz bo'ladi va umid qilamanki, bu formatdagi suhbatlarimiz davomiy bo'ladi va Progressiv islohotlar markazi davlat organlarini o'zaro hamkorlikda turli chaqiriqlarga javob topish uchun platforma sifatida xizmat qiladi deb o'ylayman. Batafsil va chuqur tahlil uchun katta rahmat.
Jahon savdo tashkiloti mavzusi doimo dolzarb va bu mavzudagi suhbatlar, muhokamalar O'zbekiston aholisini yanada Jahon savdo tashkiloti mavzusida fikrlashga va bu haqida ko'proq ma'lumot olishga yordam beradi deb o'ylayman. Katta rahmat kelganingiz uchun. Taklif uchun katta rahmat. Rahmat.